Türkiye xalqlarining ma'naviy pir ustozi Xo'ja Ahmad Yassaviy. Büyük Qarxonilar sulolasining tadrijiy cho'kish davri va Büyük Saljuqiylar sultonligining parchalanish va yemirilish davrlarida yashagan. U Turkiston piri, Turkiston xo'jisi, Hazrati Sultan, Avliyolar sultoni, Avliyolar sarkisi va Anadolu'nun ma'naviy fathi qilg'uvchisi degandek sharaflik nomlarga noil bo'lgan Xo'ja Ahmad Yassaviy milodiya 1093-yili 22-sentabr kuni Sharqiy Turkistonning Aqsu viloyatiga qarashli Bay nahiyasidagi Sayramda tug'ilgan. Ahmad Yassaviy 7 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi boshlang'ich tahsilini o'z otasidan olgan. Ahmad Yassaviy 7 yoshdan boshlab onasi Oyisha Xatun va hadisi Javhar Shahnozning tarbiyasida o'sib yetilgan. Keyin Javhar Shahnoz bu inisini elib Aqsu baydagi Sayramdan ayrilgan va bugungi Qozog'istondagi Yassiga ko'chib kelib makonlashgan. Keyin Xo'ja Ahmad Yassaviy o'z zamonidagi g'arbiy qarxonilarning mashhur ilm markazlaridan biri bo'lgan Buxoroga safar qilgan. Ahmad Yassaviy bu yerda 1110-yildan 1124-yillargacha o'z davridagi dangdor olim va mutasavviflardan 1048-yili 8-oyda Irondagi Hamadonda tug'ilgan danglik shayx Yusuf al-Hamadoniy hazratlarining huzurida tarbiya olgan. Ahmad Yassaviy Alloma Yusuf Hamadoniy hazratlaridan usuli fiqhi va hadis bilimlarini puxta o'rgangandan keyin sofizm yo'liga qadam qo'ygan. U qisqa vaqt ichida Buxorodagi pir ishonlardan biriga aylangan. Pir ustozi Yusuf Hamadoniy 1140-yili 4-noyabr hozirgi Turkmanistondagi Marvada vafot bo'lgandan keyin u Yassiga qaytib kelgan va butunlay turkcha alohidalikka ega tunji turk islom sofizm iqimi bo'lgan Yassaviya tariqatini qurib chiqqan. Xo'ja Ahmad Yassaviy bütün Turkistondagi turkiy qavmlarga bo'libmi ularning yo'lboshchi sarkillariga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan bo'lib, uning shaharlarni fathi qilishdan burun oldi bilan qalblarni fathi qilish ta'limoti bütün Turkistonda islom dinining tinish va keng ko'lamda tarqalishini kapolatga ega qilgan. Xo'ja Ahmad Yassaviy bir kunlik vaqtini 3 bo'lakka bo'lgan bo'lib, bir qismini shaxsiy amal ibodatga, bir qismini o'quvchilarga ta'lim berishga, yana bir qismini halol hunar bilan tirikchilik qilishga sarf qilgan. U Uyg'urlarning an'anaviy hunarlaridan biri bo'lgan yog'och qo'shiq o'yimichilik hunari orqali o'zi o'yib yasagan qo'shiqlarni setish orqali turmushini qamdab o'tgan. Uningdan boshqa hech qanday moddiy yordamlarni qabul qilmagan. Milodiya 15-asrlardan buyon o'tirg'i chiqqan tarki dunyochilik va qalandarchilikni kuchab tashabbus qiladigan tiriktob sofizm iqimlarining dal aksicha Yassaviya tariqati nihoyatda kuchli jangovarlikqa va fidokorlikqa ega bo'lib, Qarxonilar va Saljuqiylarning cho'kish davrida islom dinining Turkistonda jush urib rivojlanishi va Qarxitoylarga qarshi kurashda bu iqim asosli rol o'ynagan edi. Darvaqa Yusuf Hamadoniyning vafotidan keyin bir mezgil Marvada turib qolgan Xo'ja Ahmad Yassaviy 1141-yili 9-sentabr Samarqand atrofidagi Qatvon sayliqida g'arbiy Qarxonilar va Büyük Saljuqiylar birlashma armiyasini mag'lub qilib, butun Markaziy Osiyo bo'stonliqlarini tizginlab olgan Qarxitoy xoni Yo'lluq Tosh tarafidan tarmar qilingan Sultan Sanjarga davomliq madad bergan. Mushu voqeadan keyin Xo'ja Ahmad Yassaviy Buxorodan Yassiga qaytib ketgan. Sultan Sanjar toki 1157-yili 5-oyda vafot bo'lguncha Xo'ja Ahmad Yassaviyni pir ustozim deb qaragan va otisidek hurmatlagan. Sultan Sanjar vafot bo'lgandan keyin Qarxitoylarga yerim beqindi bo'lib qolgan Qarxonilar va butunlay parchalanib ketgan Saljuqiylarning o'rnini elishni ko'zlagan Xorazm shohimi Xo'ja Ahmad Yassaviydan madad elib turgan. Oradan yerim asr o'tgandan keyin Xorazm shohlar haqiqatan Qarxonilar va Saljuqiylarning o'rnini ololaydigan kuchli bir elga aylangan.
Ahmad Yasavining Divani Hikmat va Fikrnoma nomli asarlari bor. Divani Hikmat Ahmad Yasavining 5 dan 15 kuplitgacha almashtirilib yozilgan ruboiylardan iborat bo'lib, hikmat deb atalgan diniy, tasavvuf va didaktik mohiyatidagi nazmlardan to'plangan bir asardir. Divani Hikmatning tili Mahmud Koshig'ariy tarafidan turkchining eng yuksak shakli deb aniq ko'rsatilgan Xaqoniya tili, ya'ni Qorxoniy turkchisi edi. Germaniyalik olim Gobayin xonim bu tilni hozirgi Uyg'ur tili shu deb aniq ko'rsatgan. Ahmad Yasavi atrofidagi insonlarga islom dinining asosiy prinsiplarini va shariat, sunnat, tasavvuf va Xuroson melamiliki qatorliq 3 asosga tayangan Yasavilikning adab arkonlarini hikmat nomi ostida haji vaznini qo'llanib nazm shaklda oddiy turkcha bilan bayon qilib chiqqan. Hikmatlar Yasavi darvishlari orqali İslamiyetni tex qabul qilmagan boshqa turkiy xalqlarga tarqalgan. Yasavining yaqin atrofida 99 ming boshqa jiroq joylarda bo'lsa 12 ming murti va nurg'un izbosarlari bor edi. Ahmad Yasavining Uyg'ur turk yurtlarida kam uchraydigan mustahkam ta'sir qoldirishida hikmatlari bilan billa yana butun Uyg'ur turk dunyosiga xitob qilgan murtlari buyuk rol o'ynagan. Hatto bu shaklda bütün rayonlarga o'rtaq bo'lgan bir e'tiqod va ruhni ro'yobga chiqargan. Anatoliyada necha asrdan beri yashab kelgan va musulmon bo'lmagan Qipchoq, O'g'iz turklari Yasavi darvishlarining turtkisida musulmon bo'lgan. Ahmad Yasavi dana bir murshid va tarbiyachi sifati bilan yuqorida so'zlab o'tganimizdek atrofidagi insonlarga islom dinining asosiy va hükümleri bilen billa tasavvuf etiqatlarını ve tariqatning adab arkonlarini ta'lim bergan. Ahmad Yasavi ahli sünnet etiqadiga mustahkam bog'langanligi, shariatni oldingi o'ringa qo'ygan tariqat ideyasi, hayoti kuchga to'lgan va istiqomat pallasini asos qilgan haqiqiy melamiliki orqali asli yo'lidan chetnigan xato diniy tushuncha va iqimlarning turkiy xalqlar orasida tarqalishini to'sib qolgan. Shundaqla Turkistonni ozg'un ideyalar aralashmagan sog'lom iymon pallasida saqlab kelgan. Ahmad Yasavi Sofi shoir degan nomga haqiqiy loyiq zotdir. U o'zidan keyin yashab o'tgan Mavlana Jaloliddin Rumi va Yunus Emre'ga o'xshashla insoniyat dunyosiga nihoyatda keng bir nuqtadan qaragan. Hatto bu nuqtada ularga ta'sir qilgan deb hukm qilishga bo'ladi. Amaliyotda Ahmad Yasavi kamolatga yetish uchun hech qanday insonga azor bermaslik kerak deb qaragan. Bu sababdan insonlarning ham bashariy ham ma'naviyatiga xitob qilib ularni tafakkur qilishga va o'zlarini tushunishga chaqirgan. Ahmad Yasavi shaklda milliy, amaliyotda islomiy kimlik bilan maydonga chiqib, bu xildagi yangicha fikr va ish faoliyatlari bilan o'z davridagi tingirqab qolgan xalqning yo'l ko'rsatkichisi va peshvosiga aylangan. Milodiya 1166-yili 11-oyda Xo'ja Ahmad Yasavi hozirgi Qozog'istonga tava bo'lgan Turkiston shahrida vafot bo'lgan. 1397-yili Amir Temur uning qabrisi ustiga nihoyatda hashamatlik bir gumbaz yasatgan. 2003-yili Xo'ja Ahmad Yasavining mazri g'ayri moddiy miroslar tizimligiga kirgizilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yana 2016-yilni Yasavi yili deb e'lon qilgan.